Akalar, Damas ishqibozlari bo'lsa jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Kulchatilini ideal joyga joyladik. Nechta gaz qo'yganligini ko'rsatadi. Birgina knopka orqali benzinga, gazga, neytralkaga oladi. Jihozlari bilan tanishtirib boraman. Laydo apparat, zapravkani akkuratli joylarga joylab, gofralar kiyg'izib, xudo xohlasa chiroyli qilib berdik. Videoni o'tkazib boramasalaring, men sizlarga to'liq ko'rsataman, hamma obzorini qilib. 65 talik nitam qo'yildi bunga. Burushlari profilga olingan, ko'rishlaringiz mumkin. Qalin uchdan palagaga olib, rezinkalar kiyg'izib, ideal tarzda joylandi, xudo xolasa. Arqadan ko'rinishlarini ko'rsataman sizlarga hozir. Mana akalar, arqadan ko'rinish holati. Xudo xohlasa, metan propan bo'yicha xohlagan mashinalaringga ideal tarzda ustanovka qilib beramiz. Bizani obuna bo'lib kuzatinglar, like, podpiska esdan chiqmasin.